Video qo'yishni boshladik. These are Bed frame. the beds to assemble. I think some pictures also have. Yeah. Yeah, there is. Okay, do you have like could you send a handyman 500 for total is good. Yeah. Okay. Okay. Thank you. $500 gaplashdik do'stlar. Buni ikkita eski divonni ochib tashlaymiz zaliga. Lustrani almashtiramiz boshqacha teparoqda turadiganiga. Uni ichkaridan hamma yoqni olib chiqib oldik. Xonani bo'shatib. Birinchi ishda men lustrani almashtirishdan boshlayman. Badr akam bo'lsa yangi bed frame, ya'ni shu divanlarni yig'ishdan boshlaydilar. Kuzatib boringlar do'stlar. Shunday qilib bitirib qo'ygan holatimni ko'rsataymi yo ish jarayonidan ko'rasizlarmi do'stlar? Shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Plus eskisini olib tashladi. Endi yangisiga navbat. Mana yangi lustra. Mana shuni qotirish kerak tepaga. Chotki. Ko'ringlar do'stlar, ikkita divan elektrika. Uchovini 2 soatda bajardik, $500 ga gaplashganmiz. Hozir ish topshirib pulni olamiz. Thank you so much. Okay. I appreciate it. Thank you. You too. Do'stlar, 500 da oldik, ketyapmiz endi. Sog' bo'linglar, videoni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, podpishka qilinglar. Do'stlar, bag'riga bosamiz.